Leksiyeni davamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Öndeki leksiyemiz mundaq vatandaşlar sizlarga analizga muhokamaga topshiramiz bu leksiyani. Bugunchi sizlarga 2020-yil 7-oyning 4-kuni haftaga shanba vatandaş. Endi sizga mundaq topshiramiz qisqa xabarda. Tahlil qilasiz, analiz qilib olasiz vatandaş. Qisqa xabarda pul qahatchilik yetib kelamdi. Amerika yadro quroli shakllik embargo qiladi. Buyuk Yevropa bitta axborot nuqtalari 7-oyning 4-kuni yutib. Agar Hong Kong avtonomiyasi qonuni kuch ko'rsatilgan bo'lsa, Xi Jinping mo qachab qutula olmaydi. Tong subihi 7-oyning 3-kuni yutib. Jangochang, Hindiston endi qo'rqadigan narsa bormi? Yoki Hindiston qo'rqadigan narsa qoldimi? Retorik savol. Pul qaraydigan yillar 7-oyning 4-kuni yutib. Jungo Kompartiyasi yadro qurollari shaklida embargo qilish 10 kun ichida unum beradi. Jungo Kompartiya amaldorlari va banka qora tizimlik o'tirg'i chiqdi. Apillo axborotlari 7-oyning 4-kuni yutib. Moliyaga so'q nazar Yaponiya, Kanada, Avstraliya eğer mush atdi. Yuqori darajalik amaldorlarning oshkorlashicha Xi Jinping 6 jihatda yomon oqibatga tayyorlanib qo'ydi. 7-oyning 4-kuni yutib 2 soat ilgari Amerika az uchraydigan bir ahvolda 2 dona avtomatni Janubiy dengizga haydab kirdi. Ozodlik armiya bu yerda harbiy mashq qilib o'tadi. Jungoning yuqori darajalik pul muomala amaldorlari oshkorildiki, Beijing yuqori qatlamadagilar ko'pchilik Volkuchsiga yetdi. 7-oyning 4-kuni yutib. Xi Jinping Kompartiyaning oxirgi kunlarida bu tarafga o'zini urishga boshladi. Modi Hindiston Jungo chegarasiga yetib kelib, oldingi hisob tayyorlik xizmatlarini ko'zdan kechirdi. Yuqorida ko'rib o'tdik. Jonli nazorat 7-oyning 4-kuni. Avam palatasi va Kengash palatasi Shangang avtonomiyasi qonunini ma'qullab Prezident Trampga yo'lladi. Tarixda ko'rilib boqmagan pul muomala urushi boshlandi. Halqalıq paytlar Torpilim kanali 7-oyning 4-kuni yutib 1 soat ilgari Bilimborg yoki Pilimborg Beijingda g'albilik qichish boshlandi. Jungoning eng yuqori rahbarlik qatlami sinoqqa duch keldi ko'pchilik. Volkuchsi televiziyasi 7-oyning 4-kuni yutib. Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari pul tepishda Yaponiyaga tayinadi. Harbiy ishlarda Amerikaga tayinadi. Bu davlatlar hozir Jungodan yuz o'rida. Halqalıq paytlar Torpilim kanali 7-oyning 4-kuni yutib 4 soat ilgari Hong Kong davlat bexatarligi qonuni intayin yaxshi 3 xil unum berib Jungo Kompartiyasini ag'dirdi. Kompartiyaning ag'dirilish qadamini tezlatdi. 7-oyning 4-kuni yutib Li Yifeng Davlat Majlisi Ishki palata Shangang avtonomiyasi qonunini ma'qullab Prezident Trumpning imzo qo'yishiga yo'lladi. Bu tekrar o'qib kechiring oxirida. Nimligini pul muomala urushi derhal boshlandi. Boshda yozg'irimda ko'ymay o'qib sapti. Men o'sha kechiringlar vatandoshlar. Ma'lum sizlarga topshirgan qisqa xabarlardagi mazmunlar. Endi sizlar bilan birlikda muhokama qilamiz hurmatli vatandosh.